qabziyatingizni yaxshilab, ichingizni tozalab, zo'r ozishingizga yordam beradigan ichimlikni o'rgataman. Qabziyati bor inson hech qachon ozmaydi, chunki uning ichidagi axlatlaridagi toksinlari, yog'lari qayta va qayta o'ziga so'rilishni boshlaydi. Shuning uchun ham har kuni ichingiz kelishi shart. Bu ichimlik esa sizni har kuni ichsangiz ichingizni tozalaydi, ichingizni yaxshi kelishiga yordam beradi, ovqat hazm qilish jarayonini yaxshilaydi, ishtahangizni pasaytirib beradi va tanadagi otyoqlarni chiqarishga yordam beradi. Tayyor massaga 1 choy qoshiqda olivka yog' qo'shamiz. Yarimta limonni sug'oramiz. 1 chumdim tuz qo'shib yuboraman, chunki menga sal sho'rroq bo'lgani yoqadi. Bir oyda 10 kilogacha ortiqcha vazndan xalos bo'lishni xohlasangiz, hoziroq kommentariyaga 10 raqamini yozib qoldiring. Mazasi juda ham ajoyib bo'ladi. Har kuni kechki ovqat o'rniga ichib yotadigan bo'lsanglar, ichinglarni tozalab, ichi atrofidagi yog'larni eritishga, metabolizmni yaxshilashga, ichinglarni zo'r kelishiga va albatta ozishingizga yordam beradi. To'g'ri ovqatlanish bilan birgalikda har kuni kechki ovqat o'rniga 1 stakandan ichib borasizlar. Bir oyda 10 kilo ozishni va to'g'ri ovqatlanishni xohlasangiz, albatta hoziroq sahifamga obuna bo'ling.